Keyingisi sinxron kompensatorlar orqali. Sinxron kompensatorlar orqali ham tarmoqdagi kuchlanishni rostlaşimiz mumkin. Masalan, buni 25 qiladigan bo'lsak, hop, dastlabki holati 0.97 per unit, 25, mana 0.99 ko'rishingiz mumkin. Bu yerda bu kompensator orqali ham reaktiv quvvatni rostlashimiz mumkin. Ya'ni kuchlanishni moslashimiz mumkin. Hop, bu bitta yo'l edi. Hop, keyin yana bizda sinxron kompensatorlar orqali ham tizimdagi yoki shinadagi podstansiyadagi kuchlanishni rostlashimiz mumkin. Masalan, mana bu. Hop, 50 megavolt amper 0.8. Hop, minus 0.4. Hop, load konstant B. Mana bu yerda ham sinxron kompensator orqali bugundagi kuchlanishni yoki tarmoqdagi kuchlanishni rostlashimiz mumkinligini ko'rsak bo'ladi. Endi sinxron kompensator bilan kompensator nima farqi bor desangiz, sinxron kompensatorlar tarmoqda kuchlanish yetmaganda, reaktiv quvvat yetmaganda reaktiv quvvat tarmoqqa beradi. Tarmoqda reaktiv quvvat baland bo'lganda yoki kuchlanish baland bo'lganda tarmoqda reaktiv quvvat iste'mol qiladi va buni yana bir jihat shundan iboratki, bu tarmoqqa tokka, ya'ni qisqa tutashuv toki ham uzata oladi. Bu yana bir turi edi. Hop, reaktiv quvvatni boshqarish usullaridan biri yana sinxron generatorlarning reaktiv quvvatini o'zgartirish orqali ham rostlasak bo'ladi. Masalan, B7 shina yoki podstansiyada ko'rib turibmiz, kuchlanish 0.986. Shu holatda. Hop, agar men bu yerda reaktiv quvvat, generator reaktiv quvvatini oshirsam, masalan 4 megavart. Mana bu yerda ko'rib turishimiz mumkin, kuchlanish 0.989 ga o'zgarganligini ko'rishimiz mumkin. Yana bu yerda bitta narsani aytib o'tishim kerak. Sinxron generatorlarning reaktiv quvvat tarmoqqa bera olish yoki ola olish qiymatlari mavjud. Odatda sinxron generatorlarimiz kosinus-fisi 0.85, 0.9, 0.95 oralida bo'ladi. 0.8 ligini ham ba'zan uchratishimiz mumkin. Bu nima degani? Bu kosinus-fi tarmoqqa bera oladigan yoki tarmoqdan ola oladigan reaktiv quvvat hisoblanadi. Bunda agar mana bu generatorimizni ko'radigan bo'lsak, mana dastlabki holatda 3 megavart ishlab chiqarayotgan, ya'ni konstanta Q. Agar konstanta V ga qo'yadigan bo'lsam, 1 period turibdi bu yerda. Ya'ni generator ulangan shinada kuchlanishni 1 periodda ushlashga harakat qiladi. Mana ko'rib turibsiz, 6 megavart reaktiv quvvat ishlab chiqarmoqda.
mana bu yerda chegara kiritib qo'yilgan generatorga. Agar tarmoqda reaktiv quvvat ko'p bo'ladigan bo'lsa, kuchlanish baland bo'ladigan bo'lsa, tarmoqdan 6 megavar ola oladi. Agar tarmoqqa reaktiv quvvat yetmaydigan bo'lsa yoki kuchlanish past bo'lsa 6 megavar bera oladi. Biz ko'rib turibmiz, mana bu yerda maksimum 6 megavar beryapti. Buni o'zgartirsak bo'ladi mana. Masalan 15 megavar. Mana 14.9 da kuchlanish 1 ga yetdi. Bu 14.9. Lekin buni chegaralari bor. O'sha chegaralari generatorning reaktiv va aktiv quvvat bera olish qobiliyatidan kelib chiqadi. Hop. Keyin yana bu bitta usul edi. Keyin yana bitta usuli bor. Hop. Tarmoqda reaktiv quvvatni liniyalar orqali ham boshqarsa bo'ladi. Bu qanday qilinadi? Masalan, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. B6 va B8 stansiyamiz, podstansiyamiz, shinamiz line 6 va 8 liniyasi orqali bog'langan. 6-8 liniyasi orqali quvvat uzatilishi B6 shinadan B8 shinaga uzatilmoqda. Dastlabki holatda 13 B6 shina podstansiyadan chiqayotgan quvvatimiz 13 megavat aktiv, 3 megavat reaktiv quvvat chiqib ketmoqda. Lekin liniyani oxiriga kelib, ya'ni B8 podstansiyasiga kelib, aktiv quvvatimiz 11, reaktiv quvvatimiz 3.4 megavatga o'zgarganini ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu liniyamiz reaktiv quvvat ishlab chiqarmoqda 0.1 megavat. Mana bunaqa ko'rsa ham bo'ladi. Hop. Calculation parameter bosish los qo'ylar. Qo'yamiz, bunga ham qo'yamiz. Hop, mana bu liniyamizda ko'rgan bo'lsangiz plus qiymatdan 0.194 megavat aktiv quvvat isrof bo'lyapti. Lekin reaktiv quvvatimiz minusda, ya'ni liniyamiz reaktiv quvvat generatsiya qilmoqda tarmoqqa. Keyin yana bitta narsa bor bu yerda. Liniyani yuklanganlik darajasi. Liniyani yuklanganlik darajasi qanchalik baland bo'lsa, tarmoqqa berayotgan reaktiv quvvat kamayadi. Yuklanganlik darajasi qanchalik past bo'lsa, tarmoqqa berayotgan reaktiv quvvat generatsiyasi shunchalik balandroq bo'ladi. Bu faqatgina 35 kilovolt va undan yuqori bo'lgan kuchlanishli elektr sistemasi uchun aytsak bo'ladi. Nega? Chunki 35 va undan yuqori kuchlanishli liniyalarda sig'im mavjud va bu sig'im balandroq bo'ladi 35 va undan yuqori bo'lgan tarmoqlar uchun. To'g'ri, 35 va undan past bo'lgan tarmoqlarda ham reaktiv quvvat generatsiyasi bo'ladi, lekin u 0 ga yaqin qiymatda bo'ladi. Shuni hisobga olinmaydi. Xo'p. Endi yana bir shunday holatlar mavjud. Yuqori mana bu sxemani ko'rsak bo'ladi. Masalan, mana bu yerda hop yana bir tarmoq yaratilgan. Bunda hop liniya yuklanganlik darajasi past, ya'ni hech qanaqa nagruzka ulanmagan liniyani ko'rishingiz mumkin. Reaktiv quvvat ishlab chiqarmoqda. Mana bunda hozir 1 bo'lsa, mana
Hozir mana bu sistema, ya'ni grid bo'ladigan bo'lsa, grid 08 megavat tizimga aktiv quvvat bermoqda, 80.2 megavat tizimdan reaktiv quvvat iste'mol qilmoqda. Bu yerda boshlanish nuqtasida kuchlanishni ko'rishimiz mumkin 1 per unit. Tarmoqning oxiriga kelib kuchlanishimiz 1.03 ga ko'tarilganini ko'rishimiz mumkin. Endi tarmoqda agar kuchlanish baland bo'ladigan bo'lsa, cheklash uchun biz reaktorlardan foydalanishimiz mumkin. Mana bu reaktorlardan. Bir xil mana. Bunda reaktorlarni mana ko'rishimiz mumkin. Bitta step bor, ya'ni bitta qurilmadan iborat. Reaktor quvvat 50 megavat. Bu tarmoqdan reaktor quvvat iste'mol qiladi. Mana ko'rishingiz mumkin. 47.5 megavat tarmoqdan reaktor quvvat iste'mol. Boy mana bu yerda 82 edi, 30 ga tushdi. Hali ham liniyalardan tarmoqqa reaktor quvvat generatsiya qilmoqda. Yokida mana buni 0 qiymatga tushganligini ko'rishimiz mumkin. Xo'sh, mana bu yerga ulaymiz. Hop, 110 adashmasam 30 megavat atrofida edi tarmoq beradi. Mana hali ham 0.2 megavat reaktor quvvat tarmoqqa bermoqda. Oddiy liniyalar 32 qiladigan bo'lsam, mana 0. Hozir tarmoqqa liniyalar reaktor quvvat bermayapti. Tarmoqdan aktiv quvvat olmoqda. Ya'ni aktiv quvvat isrof bo'lmoqda liniyalarimizda. Bu reaktorlarni qo'llash orqali kuchlanish qiymatini tushirsak bo'ladi. Hop. Shu bo'yicha kuchlanishlarni bir nechta usullarini ko'rib chiqdik. Kuchlanishni rostlashni. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.